Qo'y o'zini maqtayapti. Biz narx bilan maqtanaylik. Chorvador Oybekdan oldim deb telefon qilsin. Telefon qilyapman deb. Mana uni chiroyli qilib xayrini qilib beraman. 3.600.000 so'mdan olgan mazza qilsin. Olgan mazza qilsin. Akalar ilinganni qizini deyishgan. Mana bunday zo'r sifatli qo'ylarni ilinyapmizmi? Siz xo'p deb olaveringda. Sababi demoqchimanki, 2-3 kundan keyin yangi yil, qo'ralar bo'shaydi, qo'ylar ko'tariladi. Bu har yili bo'lib kelayotgan narsa, akalar. Bu har yili bo'lib kelayotgan narsa. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Chorvador Oybek YouTube kanalining ashaddiy obunachilari va bizni muntazam kuzatib, qo'llab-quvvatlab kelayotgan aka-ukalar, kanalimiz mehmonlari. Aka-ukalar, videoni boshlashdan oldin kanalga bittadan like bosib, kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirib, otangga rahmat degan fikrlarni qoldirib, bizni qo'llashda davom etinglar. Biz sizlarga mana bunday zo'r joylardan biz sizlarga eng sifatli yemga tayyor, yemini yeb turgan qo'ylardan chiroyli narxda chiqarib berishda harakat qilamiz. Biz bugun Namangan viloyati, To'raqo'rg'on tumani, o'sha mashhur qishloq, arzonchilar, optimchilar yig'ilgan qishloq, Saroy qishlog'i Toshloq mahallasida Ravshanbek akamning xonadoniga yetib keldik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ravshanbek yaxshimisiz? Charchamay, sog' salomat. Rahmat aka, xudo yaxshi. Faoliyatlar qalay? Faoliyatlar yaxshi. Xudo xolasa. Albatta. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Chorvador Oybek o'zida shaddiy obunachilari hamda aziz mehmonlar, aka-ukalar, xudo xolasa kirib kelayotgan 2026-yil hammalaringga omad, baxt, quvonch olib kelsin. Xo'p, xudo xolasa biz ham bayram qilib zo'rlardan kelgan qo'ydi. Gap yo'q. Xudo xolasa kanal rivoji uchun biz hissamizni qo'shish harakatdamiz. Xudo xolasa qo'ydi zo'rlar yemini yeb turgan bemalol liboy bittasini oyog'idan tortib ehsonlab chiqib ehsonni o'tkazaveradigan holatda qo'ylar. Gap yo'q aka. Yengil bo'ladi xudo xolasa. Narx yengil bo'ladi. Narxini yengil deb beramiz. Ravshanbek aka, bitta gapda aka, obunachilarimiz o'zimizga ham aloqaga chiqishyapti. Yaxshi bola, insofli bola ekan, yaxshi bola ekan, yaxshi narxda beryapti. Otasiga rahmati, xursand bo'lib aloqaga chiqishyapti. Bitta ikkita obunachilarimiz oz bo'lsa-da obunachilarimizni ko'ni ko'tarilib xursand bo'lyapti. Inshaalloh bugunga bayramona qilib chiroyli narxlardan qo'yib beramizmi aka? Xudo xolasa narxlarni o'zgacha qilib beramiz. Narxlar qulay qilib. Qo'ylarimiz yangi yetib keldi kechaga chiqarib. Endi bir qator yeb-ichimlarni sinadik. Xudo xolasa mana uni bemalol sinab olishaveradi. 10-11 oylik 11 oylik atrofida 11 oylik olishaversin. 10-11 oylik atrofidagi yeb-ichari qo'zi qo'chqorlar. Joningiz sog' bo'lsin. Yemni boyab berishaveradi. Yemga tushgan, yemni talabida bo'lgan qo'ylar. Arzon qilib beramiz. Gap yo'q aka. Joningiz sog' bo'lsin. Aka, bugunga necha partiya qo'y chiqaramiz? Bugunga 5-6 partiya bor. 5-6 partiya qo'y chiqaramiz. Bular birinchi partiya. Aka, bularni bo'ybasti qanaqa? Yosh oyligi 10-11 oylik ekan. Bo'ybastlari qanaqa aka? 75 plyusga beraveramiz. 75 plyus. O'lchaganimiz yo'q, lekin ko'rinib turibdi, xudo xolasa. Albatta. Video davomida bitta ikkita kamchilikka xato qiladigan bo'lsak, obunachilar o'zlaring telefon qilasizlar, Telegramdan lokatsiyasini tashlab beramiz. Kelib ko'rib olmoqchi bo'lsalaring bemalol kelaverasizlar. 24/7 xizmatdalar. Bizdagi xato kamchilikda alohida qilib bitta oladigan akalarimiz uchun ham video syomka qilib berishaveradi. To'g'rimi aka, xudo xolasa? Bemalol telefon qilishsin, qo'y olaman degan ishni bitiramiz. Albatta. Qo'ylar xudo xolasa o'zini maqtaveradi, o'zini oqlaydi. Joningiz sog' bo'lsin. Xudo xolasa baraka topadi. Aka, olgan odam baraka topadi. Men boshida bekorga aytmadim. Ilingan odamni qizini deyishgan. Ey obunachilar, akalar, tog'alar, ikkita oling. Ikkita oling, ilinganda oling, maza qilasiz. Bittasini Ramazonga so'yasiz inshaalloh. Ikkinchisini qurbonlikka so'yasiz, maza qilasiz. Qo'y olgan odam yutqizmaydi. Biz shu tavsiya qilamiz inshaalloh olishlaringni. Olinglar, maza qilinglar. Ravshanbek aka, bular narxini nima deymiz? Narxi xudo xolasa Oybekjon 5 aka. million so'mdan demaymi? Narxi qulay bo'ladi deyapsiz. Narxi endi ko'rib turibsiz. Barra qo'zini bahosi ham 3,5 million so'm bo'lyapti. To'g'ri aka. 3,5 million so'm atrofida 2-3 oylik barra qo'zi bo'lyapti. Bular endi 7 oy oldin barra qo'zi bo'lgan. Albatta. 7-8 oy oldin. Qo'chqor bo'lib qoldim. Bash qo'chqor. Devoy bittasi endi qo'lga kirganda ushlasangiz mana. Albatta. Tushiya. Hamma tomoniga aytaveradi. Aytaveradi, qo'ylar yetilib qolgan. Qo'y o'zini o'zi maqtaydi. Inshaalloh biz narx bilan maqtanaylik aka. Yo'q, narx qulay xudo xolasa. Narx qulaymi? Qani, bismillahirrohmanirrohim. Xo'p, mana uni oldi qo'shtisi yo'q. 4.700.000 so'mdan olgan maza qilsin. 4.700 dan bayrami 4.700.000 so'mdan chiroyli hirini qilib beraman. Joningiz sog' bo'lsin.
4700 mingdan kami bor aka buni. Kami bor. Endi bu bittasini shu sangiz mana. Mash qo'y. Mana. Kuchingiz ham yetmay qolyapti. Jonivar. Jonivorlar. Mana buni badan. Badan. Hisob. Mana buni tushini ham ko'rib qo'ysinda. Mana tushi ham. Qarich 22 sm. Qani bismillahirrohmanirrohim. O'zi to'la bo'lib qolibdi inshaalloh. Badan to'la. Badan Xudo bilan xolasa. mana tush bor-ku. Tush bor. Aha. Mash tush. Mash tush oldi yo'g'on bo'lsa, Aha. o'zi hamma boquvchilar biladi. Biladi, bilishadi. Boquvchilar hamma har tomonga o'ynaydi. hamma yo'g'ini hisobga olib aytishaveradi. Albatta, qo'ylari xudo xolasa. Aha. Ingichka qo'ymas. Ingichka qo'ymas aka. Joningiz sog' bo'lsin. Eng qizig'i buni narxida aka. Qo'y ming zo'r bo'lgan bular. 4700 mingdan arzon. Joningiz sog' bo'lsin. Yaxshi aytdingiz. Hop, endi-chi ozroq o'tib bermasangiz, obunachilar xafa bo'lishadi aka buni. Ravshanboy aka, obunachilarimiz xursand bo'lsin. Chiroyli narx ayting. Yo bo'lmasa bir qo'lingizni qilsa, bir obunachilar bilan tortishaman shekilli-da. Voy. Siz Ha? xudo xolasa tortishavering. O'zi narxni bilib yuribsiz. Hop. Kecha bozorda ham ko'rsatdingiz. Ha. Kecha valkular biz ham sizni kuzatamiz. To'ppa to'g'ri. Bozorda narx-navosini ham ko'rsatyapsiz mana. Bizdan olib kelib ham ko'rsatyapsiz. Bozorda nima uchun ko'rsatyapman, bilasizmi aka? Solishtirib olishaveradi. Solishtirib Lekin olishaveradi. mana qishloq rovli kunda misol go'n kechib bozorga borishmaydi. Albatta. Birinchidan, ikkinchidan sog'lik salomatlik xudo xolasa sanoqlari bor. Aniq joyi Ha. bor, Telegram Biz endi- lokatsiya ha. manzillar bor, to'ppa to'g'ri. Biz endi hali davlat ishida ishlaydigan akalar vaqti ortib bozorga bora olmaydigan yoki pensioner hojonalarda ko'nni olish uchun onlayn dastlabki hozir onlayn savdo bo'lib qoldi. Lekin onlaynda kim qo'y sotayotgan bo'lsa hammasi yaxshi vajab kelib sotadi. Albatta. Ha, hech kim bir chatoq narsa olib kelib sotmaydi. To'g'ri. Olgan odam xudo xolasa baraka topadi. Mana uni 50 ming so'mdan xayrni qilib beraman. 50 ming so'mdan oz. 50 ming so'mdan oz. Men hozir- kecha bozorga chiqib ko'rib ko'rdim-da bozorda aka. To'g'ri, bozorda 50 ming so'm, 100 ming so'm arzon sotyapsiz. Lekin meni obunachilarim uchun 200 ming so'm ham do'ringchi. 200 ming so'm sotyapmiz. 5 millionlik qo'ylar ham To'ppa bor to'g'ri. ichida. To'ppa Bor. to'g'ri. Ha, Qo'y yaxshi. ha. Qo'y holatiga. Xo'p. Arzon bo'lsa arzon deb qo'yishadi kanal Ha. rivoji uchun. 4 million 600 ming so'mni olgan maza qilsin. 4 million Hammasi 600 olganga mingdan xayri bor. xayri bor. Xayri Xayri bor, kami bor, sunnati bor. Akalar tavsiya qilamiz. Bitta qo'ydi. Men tanlab sho'ganim yo'q mana. Mana shu qo'y bo'lsa. Ha, Mana orqa qo'shlar. orqa boshlar. Har tomoniga aytaveradi. Shunday olib akalar o'tirgan joyingizdan telefon qilasiz. 4 million 600 ming so'mga. Dastlabki qaygacha aka? Dastlabki Samarqandgacha xudo xolasa hammasini yaqib beramiz. Hammasini olganga Samarqandgacha. Bitta ikkita olgangachi? Ikkita olganga vodiy bo'ylab bitkazib beramiz. Vodiy bo'ylab. Ha. Uzun soni aytdikmi? 22. Soni 22 dona. Tanlab olishga nima deymiz aka bo'ladi? Tanlab olgan filisi bor. Pilisi bor. Ha. Pilis bo'lgan joyda minisi ham bor. Minisini ham qo'yib beramiz. Gap yo'q joningiz sog' bo'lsin. Akalar tavsiya qilamiz inshaalloh soni 22 dona. Dastlabki Samarqandgacha mutlaq bepul bir joyga tortganga. Aka o'rtasidan tayoq tashlab olsa ham ketaveradi inshaalloh. 5 ta haydab Shunaqa. olsa ham o'pdim. Ey, Haydab olsa joningiz bo'ldi. sog' bo'lsin, Oyog'idan haydab bo'ladi olsa. tortishmasa bo'ldi. Joningiz sog' bo'lsin. Akalar bo'lmasa biz ikkinchi partiyaga navbat beramiz. Dastavka Samarqandgacha mutlaq bo'lgan. Bitta, ikkita, 5 tagacha Toshkentgacha inshaalloh ishlaringni bitiraverlar inshaalloh. 24 ga yetdi xizmatdalar. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Obunachilar ikkinchi partiyamizga ham navbat yetib keldi inshaalloh. Akalarim, ukalari ekan Ravshanbek aka bu, ha? Xudo xolasa ozginadan farqi bor, shuning uchun ikki partiya bo'lgan. Ikki partiya bo'lgan. ha. Rosa ham ozginadan ko'p emas. 15 kunlik hunari berdan farqi bor. Joningiz sog' bo'lsin. Zo'r xudo xolasa bular ham. Yemga tayyor. Yem yeb turgan variantdan ekan, yetib bor ekan, bitta ikkitasini yaxshigina. Aka, bularning yosh oyligi qanaqa? Yosh oyligi 10 oylik filus. 10 oylik plus inshaalloh. Yemoq ichmoqqa sinoviga bir hafta kafolati bor inshaalloh. Bemalol olishaveradi. Bemalol ko'ngillardagini sinab inshaalloh. Qo'y yemasa ichmasa bunday bo'lmaydi. To'ppa to'g'ri. Turibdi o'zi. Joningiz sog' bo'lsin, maşallah. Men qo'ydim mana. Jonivor juda sifatli ekan, junlar yaxshi. Joningiz sog' bo'lsin. Tum qora. Tam qora. Olib boqib, maza sifatga boqadigan variantdan ekanda. Aka bo'ladi-chi, eng qizig'i narxida aka. Narxida to'ppa to'g'ri. Narx ham nima deymiz? Aytdiku narx bugun xudo xolasa bayramiy kayfiyat ulashamiz hammaga. Achchiq shu damlab adlar qo'yib olib YouTube kuzatishaversin, telefon qilsin, telefon olgan odamni ishini bitiramiz xudo xolasa. Albatta. Narx qulay bo'ladi. Narx qulay bo'ladi. Bularda akalarni 100 ming so'mdan arzon. Oldi qo'shtisi yo'q. Qo'lingizni bering. Bismillahirrohmanirrohim. Xo'p. 4,5 million so'mdan olgan maza qilsin, xayrini qilib beraman chiroyli.
Xayrini qilib berasiz. 24 bosh. 24 bosh. Soni 24 bosh. Dastavka qaygacha? Dastlabki Samarqandga jo'nashmoqchi. Bo'ybasi qanaqa aka bo'ladi? Uydash 75 atrofiga olishaveradi. 75 atrofiga olishaveradi. 75 plus minus 75, sredniy 75 ga olasizlar. Obunachilar soni 24 bosh, bo'ybasilar 75 atrofida. Dastavka qayergacha aka? Dastlabki Samarqandgacha olib Dastavka hammasini olganga. ha. Respublikamizda 12 ta viloyatga yetkazib beramiz kelishilgan holatda. Joningiz sog' Hop, bo'lsin. kami 5 ta olishsin, Toshkentgacha yetkazib beramiz. Mhm. Endi perivallar qor qishliq roli kunda jo'natish ham oson bo'lmayapti. Shuni inobatga olishadi. Xudo xolasa vodiy bo'ylab yetkazib beramiz. Vodiy bo'lib yetkazib berilaveradi inshaalloh. Qilishaveradi. Narxi aka qo'ylar zo'r. Qarang. Siz endi xirmonsizlar Roshanbay aka. Hop, So'rasak sizdan so'raymiz. So'rasak obunachilar uchun, xalq uchun so'raymiz-da aka endi buni. O'shanga buni bir kelishtirib, qulayroq narx ayting. Inshaalloh olgan odam maza qilsin. Oybekjon, yaxshi tortishyapsiz. Gazini bosing. Obunachi bo'lyapmiz deganlarga yoqadigan narx bo'lsin-chi aka, qani. Xudo xolasa Oshigan qo'llaringiz bilan chiroyli qilib tortishaylikchi. hozir menimcha yaxshi qo'ydim endi mayli. Xudo xolasa kanalingiz rivoj uchun telefon qilsin, qayeriga chiroyli xursand qilaman. Ammo narx arzon. Narx arzon, yaxshi ko'rib bilib O'ta ham turibmiz. arzon bo'lyapti. Xo'p, siz Bundan ham arzonlatib bergan endi. Bo'ldi 50 ming so'mdan. Haydalishmaydi. 50 ming so'mdan 50 ming so'mni o'tib beraman. 50 mingni o'tganimda ham million tashkil qilib qoladi. joningiz sog' bo'lsin aka, qarang. Buni yana 50 ming so'mni men 24 uchun ta o'tdingiz. soni, ha. Soni 24 ta. Ha. Obunachilar uchun ham 50 ming so'mdan o'ting, xursand bo'lsin. Chorvador Oybekdan telefon qilyapmiz degisin, mana bunga xursand bo'lsin. 4 million 400 ming so'mdan. Akalar Inshaalloh arzon bitta bo'lsa akamizni, obunachimizni bitta qo'y aka inshaalloh. Alloh Bir xohlasa- partiya qo'ya. telefonga ishini bitiramiz. Bo'ldi. O'zingizni oldim 4 million 400 ming so'mdan arzon bo'lsa arzon deb o'tanga rahmat deb qo'yishadi. Joningiz sog' bo'lsin aka, joningiz sog' bo'lsin. Akalar tavsiya qilamiz, soni 24 bosh, Samarqandgacha dastlabki mutlaq tekin, Toshkentgacha 5 taga, vodiy bo'ylab bitta bo'lsa ham aloqaga chiqarasizlar. Akalar bitta olasizlarmi, ikkita olasizlarmi? Eng qizig'i aloqaga chiqinglar. Chorvador Oybekdan telefon qilish esdan chiqmasin. Inshaalloh akamiz kamaytirib beriladi. Aka tanlab olishga nima deymiz buni? Tanlovlarga endi olsin tanladan. Joningiz sog' bo'lsin. Akalar telefon qilganda shoshilamiz. Inshaalloh demak biz keyingi partiyaga navbat beramiz 3-partiyamizga. Qadrli obunachilar, biz 3-partiyaga navbat berdik. Inshaalloh uyum-jayim deydigan variantdan ekan bu. Bo'ybastlari yaxshi. Bo'ybas 75 plus bormi jilda Roshanbek aka bitta kunlarni? 75 pilisi ham bor. 75 ga olishaveradi. 75 ga olishaveradi. Biroz ozg'inroq varianti, ozgina yemtala varianti ekan. Eng qizig'i pulida-da akalar. Telefon qilinglar, ishlaring bitadi inshaalloh. Olinglar, boqinglar, foydani qilinglar, soqqani qilinglar. Qo'y boqish ham bir biznes bo'lib ketyapti inshaalloh. Voy. Qo'y payg'ambarlar ham boqqan. Albatta, albatta. Qo'y boqish barakasi bor qo'ydi. Barakasi bor. Bu gapni bitta biz aytgan yo'qmiz, bu gap juda kattalar ham aytib kelishyapti. Qo'yda baraka bor, qo'yda baraka bor. Olinglar, boqinglar, maza qilinglar. Inshaalloh keyingi partiyalarimizda, keyingi video syomkamizda vaqt yetmayapti. Boqish sirlarini ham chiroyli qilib chiqarib beraman deyapman. Vaqt yetmayapti. Inshaalloh qo'yda olinglar, baraka topasizlar. Boqish sirlarini mashinalab o'zim chiqarib beraman inshaalloh. Rashanbek aka, bular narxi nima deymiz aka? Ularning narxini haligi Oybekjon, Aka. narxini arzon deyapti. Xudo xolasa narxi arzon. Hop, Mana qo'ylar 75 atrofida bo'yi. albatta 75. Pilisi ham bor. Pilisi ham. Vitaminisi ham bor. 75 pilisi minchga olishaversin. Aha. Lekin olgan odam xudo xolasa maza qiladi. Qani? Soni? Bismillahirrohmanirrohim. Soni 11 bosh. Aha. Hop. Bitta obunachini bitta 10 oylik akaxonni qo'ylar qo'yib ekanda. ha, 10 bitta oylik. obunachini xolasi ikki toshni bo'lib olsin. To'ppa to'g'ri aka. Hozir shundayda Mhm. odamni bitta oladigan obunachilar ham bor. 100 ta oladigan obunachilar ham bor. To'ppa to'g'ri. Shuni hisobiga hozir mana partiya chiqaryapmiz. Xudo xolasa mana ham narxi bilan chiqaramiz. Mana 4 million 100 ming so'mdan olgan maza qilsin. 4 million 100 ming so'mdan olgan maza qiladi, olib boqadigan variant. Aka buni kami bormi? Kami xudo xolasa. Qo'ylar bir qator ko'rsataylik. Chiroyli xayrini qilib beramiz. Chiroyli xayrini qilib berasiz. Bor chiroyli. Inshaalloh aka bu qo'ylarchi boru. Haqiqiy boqma variantdan ekanda inshaalloh bo'ybaslari. Mehrtalar. Badani o'rta, arahmas. Arahmas. Endi tashlasangiz, nima tashlasangiz yeydigan varianti. Aka kanalimiz yangi. Aka kanalimiz yangi, Rashanbek aka. Chorvador Oybekdan telefon qilyapman deb qo'lingizda ushlab so'rasa nima qilasiz, xudo xolasa? Biz Chorvador Oybekdan arzon chiqaryapmiz. To'g'ri, gap yo'q, yashang rahmat. Xudo xolasa arzon. To'ppa to'g'ri. Hurmatli obunachilar, arzon bo'lsa arzon deb otangga rahmat deb yozib qo'yasizlar.
u yozganlaringni biz kuzatamiz. Bizga ozgina motivatsiya bo'ladi. To'ppa-to'g'ri Agar aka. qimmat bo'lsa qimmat denglar, ochiq qo'ydim. Yana ham arzonroq olib kelishga harakat qilamiz. Joningiz Lekin sog' bo'lsin. bir narsani e'tiborga olinglar. Narx-navo bozordan arzon xudo xolasa. Keyin darra qo'zi ham 3,5 million so'm bilan 3 million o'rtasida bo'lyapti. Bular To'ppa-to'g'ri. endi salkam Yoshiga yetib qoldi aka, qurbonlikka zo'r qo'ylar bo'ladigan qo'ylar-da inshaalloh. oldi bo'laveradi. Summasiga qarab foyda qilaveradigan qo'ylar. Chiroyli foyda qiladi xolos. Inshaalloh, xudo xolasa. Erkin bo'laveradigan bo'ladi. To'ppa-to'g'ri. Ayting narxini endi. Narxi 4 million 100 ming so'mdan 4 hayron million beraman. 100 mingdan. Yo, xayrini qilib berasiz, kamini nechik? Kamini kim qilib beradi? Ha, siz xirmonsiz aka. Siz tushib bermasangiz kim tushib beradi? Men tushib bera olmayman, qo'y meniki emas aka. Joningiz sog' bo'lsin. Arzonmi? Qo'y arzon, lekin obunachilar bitta olaman degan obunachilar ham aka pulini qiynaladi. Hojati hojonlarimiz pensiyani puldan to'plab pul qilib yurishgan bo'lsa, bitta ikkita olaman deyishgan bo'lsa, ha nima qilsin aka, sizga aloqaga chiqsinmi? Telefon qilishaversin. Aha. O'sha hurmatli hojati hojonalar, musofirdagi aka-ukalar, bemalol telefon qilaveringlar. Sizlarga xudo xolasa ilojini barcha kelishtirib beramiz. Joningiz sog' bo'lsin aka. Xo'p, 4 million so'mdan olsin 10 bittasini, optim bahosi 4 million so'mdan olsin. Bitta ikkita oladiganga ham 4 million so'mdan beramiz. Joningiz sog' bo'lsin. Obunachilarga tavsiya qilamiz. Soni 11 dona. Hoyi bitta oling, hoyi ikkita oling, muhimi oling. Sababi foyda qilasiz, zarar qilmaysiz. Foyda qilishadi xudo. Foyda qilishadi inshaalloh. Albatta, albatta. Ertaga indin aka obunachilar shuni yangi yildan keyin qo'y ko'tarilib ketsa 100 ming 200 so'm qo'shilib qoladi. Keyin o'shanda o'sha ukamda aytganini qilib olmagan ekanman degan fikr bo'lmasin. Oling, bu boqishdan olishdan maqsad foyda qilishda 200 ming 100 ming so'm bo'lsa ham aka olib foyda qilish maqsad. O'sha ham arzon. Shuning uchun tavsiya qilamiz xolos. Albatta 100 ming so'm arzon olsa ham 100 ming degani bir oylik o'z oziq ovqat. To'ppa-to'g'ri. Bir oyda 8 kilo qo'shib bersa, minimum 8 kilo. Bu o'zlari uchun foyda inshaalloh. Xudo xolasa olgan maza qilsin. Hammasini olganga ozgina xayrini qilib beraman. Qattiq emas. Joningiz sog' bo'lsin. Gap yo'q. Ey, qalavuni topsa aka, qori ham yonadi. Ikki og'iz shirin gaplarni ayashmasa, siz hamchi sotaman deb olib kelganimiz qo'yiladi. O'zi hozir siz yana qattiq talashyapsiz, mayli. Xudo xolasa maza qilib solib sotamiz. Qo'ylar sotasiz inshaalloh. Joningiz sog' bo'lsin. Obunachilar keyingi partiyaga navbat beramiz. Inshaalloh bizni kuzatishda, qo'llab-quvvatlashda davom etinglar. Sizlar uchun eng arzon joylardan, zo'r variantlardan, kelajagi porloq, buqaga o'xshab ketadigan qo'ylarni chiqarishda davom etamiz. Chorvador Oybek YouTube kanalining ashaddiy obunachilari. Biz 4-partiyaga navbat beramiz. Inshaalloh qo'ylarni zo'r, sog'liqlarni sululardan bor ekan inshaalloh. Kimgadir qiziq bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishaveradigan variantida aka. Voy. Sog'liqlar kuyajurasi buni. Joningiz sog' bo'lsin, joningiz sog' bo'lsin. Aka, yemoq ichmoqga bir hafta kafolat. Hamma qo'yiladi ham inshaalloh. Bemolasini olishaveradi xolos. Bemolasini ham olish. Bunday bo'lmaydi. Buni dastavkasini qayergacha qilamiz aka? Soni 9 dona ekan. 9 dona. Dastavkasi vodiy bo'ylab qo'yib beramiz, besplatni, bepul. Besplatni. Pulini arzon qo'yamiz xudo xolasa. Xo'p, kelishilgan holda qolgan joylarga ham yetkazib beramiz. Ha, O'zbekistonning 12 ta viloyatiga dastavkadan muammo yo'q, faqat puli kelishi. Havochichaligi bo'lyapti. Endi xudoning kuni. Albatta, albatta. Inobatga olishadi buni. Bo'ldi, inshaalloh obunachilar qo'llab-quvvatlashadi inshaalloh. Akalar soni 9 bosh. Nechta sog'liq aka buning ichida? Buning ichida 3 dona sog'lig'i bor. 1, 2, 3. Ko'k kreska. Ko'k kreska sochilganlar bitta, ikkita, 3tasi sog'liq. 9 bosh. 6 dona qo'chqor. 6 dona qo'chqor, 3 tasi sog'liq. 3tasi sog'liq. Ekberlar qo'chqori ko'p. Joningiz sog' bo'lsin. Aka, bu narxini nima deymiz aka? Narxini Oybekjon aka. aytdiku narx arzon dedik. Narxi arzon. Pasida. 4 million pasida. 3,5 ga barra berayotgan bo'lsa, bozorda. 3,5 ga to'g'ri qo'chqor beramiz. Gap yo'q aka. Gap yo'q. Xudo xolasa arzon bo'lsa otangga rahmat deb qo'ysin. Qani bismillahirrohmanirrohim. 3 million 8 ming so'mdan olgan maza qilsin. Optimga xayri bor. Optimga xayri bor. Olgan maza qiladi. Kamichi aka buni? Kami ham bor. Kamichi. Dangar aytingchi aka kamini? 37 dan olsin. 37 dan. Aka bunga bitta o'tib bermaysizmi? Bitta o'tib bermaysizmi? Nimaga degdi? Inshaalloh obunachilar. Mana shu bitta kichkina. Mana bu aytaman, mana shu kichkina. Qo'chqor. Lekin qo'chqor. Barra emas, to'ppa-to'g'ri. Barra qo'zidan katta. Bo'yi 68 darveri kelsa kerak, o'lchab beramiz. Bizda ana shu bir dona kichkinasi, yonida bir dona sog'liqdan sal kichkinarog'i bor. Ko'rinib turgan endi tasvirda. Kattalari ham bor. To'ppa-to'g'ri. 4 million ustida qo'ylar ham bor inshaalloh. Qo'yi suyug'i
optim qilib, bekorga optim ishlar, arzon ishlar emas, aka. Bir narx aytaylik, kimgadir ma'qul kelsa, bitta aka xonimizga to'g'ri kelsa, inshaalloh olishaveradi. Mana sovliq qarab. Mana Joningiz endi sog' bo'lsin. mana shu dumbasi osilgan dumba, lekin Ha, bo'ldi haligi. qo'zi tug'magan, boshqa bo'lmagan. Alloh yaxshi ekan inshaalloh. Hamma yog'i zo'r qo'ydi. Aka qo'yiladi bitta aybi bor ekanda. Junni olib pardoz qilmabsiz-da. Ashining uchun aka qarang. Salonga yetkazilmadik. Aha. Narxi arzon xudo xolasa. Ashi narxni o'tib berasiz endi obunachilarga. Bo'ldi, o'tib beramiz. Qancha o'tib berasiz? Bismillahirrohmanirrohim. Oldi qochisi yo'q. Aha. Maydalashmayman, to'g'risi. Aha. Chorvador Oybekdan oldim deb telefon qilsin. Telefon qilyapman deb. Mana uni chiroyli qilib xayrini qilib beraman. 3 million 600 ming so'mdan olgan mazza qilsin. Olgan mazza qilsin, Hamma baraka hammaga topsin, to'q xursand to'g'ri bo'lsin, olgan duo odam. qilsin. Duo qilsin, yetkazib beramiz xudo xolasa. Yo'q, uka, men 3 ta sovlig'ingni olaman deydigan akalarga xudo xolasa 3,5 million so'mdan cho'la sovliqni yetkazib beraman vodiy bo'ylab. 3,5 million so'mdan. 3,5 million so'mdan. Gap Qo'chqorni o'zini olaman degan akalarga 3 million 650 ming so'mdan bo'ladi. 50 ming so'mdan minadi. Aha. 3 million 650 ming so'mdan 6 ta qo'chqorni kim olsa yetkazib beraman xudo xolasa. Aka endi buni qarang. Mana bu 6 ta qo'chqordan 2 ta yoki 3 ta yaxshisini tanlab olsa, unga qancha bo'ladi-yu tanlab olishga olib bitta 2 ta minisiga qancha bo'ladi? Ashini ham aytib ketding inshaalloh. Tanlovlariga qarab kelishaveramiz. Bu yerda 4 million so'mlik qo'chqorlar ham bor. To'g'ri. Misol 4 tasi bor, 4 qo'chqorni 4 million so'mlar. To'g'ri. Xo'p. Ishqam, kavob ham Ha. kuymaydigan qilib. Bir dona kichkinasi bor, misol ashini misol 34 ga pichishganda ham ag'ini qarasa bab arzon. Arzon. Olsa maza qilishadi. Donaga ham telefon qilishaversin, kelishaveradi. Ish bitaveradi. Bitaveradi. Bayramga bayramona takliflar bilan zo'r narxda yorib berasiz inshaalloh. Xudo xolasa mana qo'y, ko'rinib turibdi mana. Mana shu Albatta. o'zini dumbasi to'lagan qo'y. Mana oldi ketidan turga kelgan. Oldidagi qo'y misol qo'chqor, orqasiga ketgan. Aytib turibdi o'zi qo'y. Albatta. Arzon xudo xolasa obunachilar juda chiroyli. O'zi farqiga borishadi qo'yda. Aka, qo'ydanchi, misol men o'zimning tajribamdan kelib chiqib, Allohga shukr, qo'ydan zarar qilmaganman. Menimcha hech kim zarar qilmaydi. Endi bitta ham bitta o'lim nima qilmasa-da, endi misol uchun tasodifiy bu. Endi jon Allohniki. Jon Alloh Bu ham bitta sinov. to'g'ri. Lekin xudo xolasa olgan odam baraka topyapti. Bundan buyoqqa ham baraka topishadi. Boqsin birlar ikki bo'ladi xudo xolasa. Inshaalloh. Tavsiya qilamiz obunachilar soni 9 dona, 3 ta sovliq bor. Hojilarimiz uchun uzoq yillar qo'y qilib boqaman deganlar uchun ham tavsiya qilaveramiz sovliqlarni. Bolasidan ko'paytiraman degan obunachilarimiz uchun inshaalloh. Akalar, demak, keyingi paytga navbat beramiz. Obunachilar, menga urug'likka kerak yoki sifat zo'r bo'lsin, maza qilib boqayin deganlar uchun obunachilar tomosha qilinglar. Buni ko'rib maza qiladigan variantlardan dumba razrezlar, kastanglar, qo'yda xullaschi hamma yo'q yetarli-da. Mashalloh. Gapirmaydi xolos. To'g'ri aka, buni junlarichi. Ko'p maqtasak, maqtad degan gap eshitamiz. Maqtamasak qo'y ko'rinmaydi-da aka bu. Qo'yni ichida yurgan odamga bu boshqacha ko'rinaveradi-da aka, siz bilan bizga o'xshagan inshaalloh. Qo'y zo'r. Albatta inshaalloh. Aka, buni-chi O'ta ham zo'r. to'g'ri. Qo'y o'zini o'zi maqtayapti. Biz narx bilan maqtanaylik.